Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Surxondaryo telekanali dasturlarini huquqiy jamiyat sari ko'rsatuv bilan davom ettiramiz. Mazkur ko'rsatuvimiz orqali korrupsiya hamda unga qarshi kurashish borasida qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlar, ularning mazmun mohiyati, shuningdek, mazkur illatni kasb qilganlarga nisbatan qonunchiligimizda belgilangan jazo choralari xususida ma'lumotlar berishni maqsad qilganmiz. Ayni mavzuda suhbatlashishni studiyamizga adliya sohasi vakillarini taklif etganmiz. Ular bilan tanishtirib o'taman. Termiz shahar adliya bo'limi yuridik xizmat ko'rsatish markazi boshlig'i Sayfiddinov Suhrob Saidahmatovich, Termiz shahar adliya bo'limi yuridik xizmat ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti Nazarov Vohidjon Rahmonberdiyevich hamda Termiz shahar adliya bo'limi yuridik xizmat ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti Nazarov Jasurbek Rustamovichlar bo'lishadi. Studiyamizga xush kelibsizlar. Dastlabki savol bilan Suhrob Saidahmatovich, sizga yuzlansam, aytingchi, korrupsiyaga qarshi kurashish borasida qanday normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan va ularning mazmun mohiyati nimalardan iborat? Dastlab shular haqidagi ma'lumotlar bilan ko'rsatuvimizni boshlasak, marhamat. Rahmat. O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish borasida 2017-yil 3-yanvardagi 419-sonli qonuniga asosan tartibga solinadi. Bunda asosiy maqsad shaffof tizimni yaratish. Mana shu davlat tashkiloti rahbarlarining halollikka chorlash, o'sha vijdonan adolatli ishlashga chorlashdan iborat bo'ladi. Asosan davlat tashkilotlariga shaffof tizimni yo'lga qo'yish masalasi shundan iborat bo'ldiki, hozirgi kunda mana shunday bir amaliyotlar olib borilyapti. Ishga qabul qilish chog'ida mana shu oldilari tanish bilishchilik yoki mana manfaatlar to'qnashuv, kim kimgadir iltimos qilardi yoki kim kimgadir bosim qilardi. Shularni oldini olish maqsadida hozir shaffof tizim yaratildi. Bunda aytaylik, talabgor ishga kirmoqchi, shu Argus orqali hozir ishga kirish suhbatlari Argus orqali o'tganda ham YouTube'larda onlayn translyatsiya deymiz, to'g'ridan to'g'ri ko'rsatuv bergandek, o'sha jarayonlarni to'g'ridan to'g'ri o'sha YouTube'ga yoritib boriladi. Maqsad shaffoflikni yuzaga chiqarish. Bundan tashqari, mana xabaringiz bor, prezidentimizning 1-sonli qarorlari. Bunda mahallalarda huquqbuzarliklarni oldini olish, respublikaning barcha mahallalarida. Ya'ni bu huquqbuzarlik deganda mana shu korrupsiya ham huquqbuzarliklar kiradi. Buni oldini olishimiz kerak. Asosiy yo'nalishlari korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etadi, qachon chora ko'raman deyish emas. Buni barvaqt oldini olib borish, profilaktika qilib borish, televideniya orqali teletomoshabinlarga huquqiy ongni oshirib borish, mana shu korrupsiya yomon illatligini o'sha har bir insonning miyasiga singdirish orqali mana shu ishlar amalga oshirib borilmoqda. Albatta to'g'ri ta'kidladingiz. Hamma ham jinoyatni bila turib sodir etmaydi. Kimdir tushunmaganligidan, anglamaganligidan sodir etadi. Shu ma'noda aytganda, mazkur ko'rsatuvimizning ham efirga uzatilishidan asosiy maqsad shu teletomoshabinlarimizning mazkur yo'nalishdagi huquqiy savodxonligini oshirishdan iborat. Yana bir narsani alohida ta'kidlashimiz kerakki, mazkur illatni kasb qilganlarga nisbatan javobgarlik choralari belgilanganligini. Vohid Nazarov, shular haqida siz bilan suhbatlashsak, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Demak, korrupsiya masalasi bo'yicha javobgarlik bo'yicha suhbatlashadigan bo'lsak, asosan ikkita qonunchilik bo'yicha javobgarlik belgilangan. Birinchisi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 3 ta modda mavjud. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida 23 ta modda ko'rsatib o'tilgan. Endi bulardan eng ko'p keng tarqalgani, jamiyatda keng tarqalgan, ko'pchilikka ma'lum bo'lgan, masalan, pora olish, pora berish jinoyati, pora olish va berishda vositachilik qilish jinoyati yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilganlik uchun javobgarlik bor, yoki bo'lmasa mansab vakolat doirasidan chetga chiqish, yoki O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi, demak, o'zlashtirish yoki restrata yo'li bilan davlat mulkini talon-taroj qilish, mansab soxtakorligi 209-modda, hokimiyat harakatsizligi degan bir qancha moddalar mavjud. Mana shu moddalar bilan jinoyat javobgarligi belgilab o'tilgan. Bu endi ko'proq eng ko'p uchrayotgani hozirgi kunda mana shu jamiyatda eng ko'p tarqalgan mana shu o'zlashtirish, restrata qilish, pora olish, berish, 209, ya'ni mansab soxtakorligi kabi jinoyatlar keng tarqalgan. Buni ijtimoiy tarmoqlarda, mana televideniya orqali, radio yoki mana YouTube, Telegram kanallari orqali, bir nechta kanallar orqali turli xil mana shu sohaga qarshi kurashuvchi vakolatli davlat organlari tomonidan mana shu holatlar bo'yicha sodir etilgan jinoyatlar, ularni sodir etgan shaxslar to'g'risida ma'lumotlar berib borilmoqda. Bu hech kimga sir emas. Endi bu jinoyat
jamiyat taraqqiyotiga juda katta ta'sir ko'rsatganligi, jamiyatning rivojlanishiga to'sqinlik bo'lganligi uchun buni jinoyat qonunchiligida ham og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar toifasiga kiritilgan. Qaysi ma'nodaki buning uchun belgilangan jazo choralari nuqtai nazaridan. Yuqorida aytib o'tilgan 210-modda pora olish, 211-modda pora berish, 212-modda pora olish berishda vositachilik qilish, buni yana bitta yangi shakli mana firibgarlik yo'li bilan sodir etilayotgan korrupsion jinoyatlar ham mavjud. Bu endi mansabdor shaxs bo'lmagan fuqarolar tomonidan ishga kiritib qo'yish bo'yicha yoki ma'lum bir masalani hal qilib berish masalasi bo'yicha aldab fuqarolarning ishonchiga kirib fuqarolarning mol mulkini qo'lga kiritayotgan holatlari ham mavjud. Bu ham bugungi kunda juda keng tarqalgan mana shu korrupsion jinoyatlardan hisoblanadi. Endi bunga qarshi kurash bo'yicha albatta Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura huzuridagi korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha departament va hokazo boshqa davlatning vakolatli organlari tomonidan tegishli tartibda targ'ibot va tashviqot ishlari va jinoyatlarni barvaqt oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar olib borilmoqda. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Jasurbek Rustamovich, bilamizki, korrupsiya faqat huquqiy muammo emas, balki ijtimoiy ham bir illat hisoblanadi. Sizningcha korrupsiyaning tub ildizi nimaga borib taqaladi? Mazkur jinoyatning sodir etilishiga asosiy sabablar, omillar nimalardan iborat? Ularni bartaraf etish uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Avvalambor assalomu alaykum, so'z berganingiz uchun. To'g'ri ta'kidladingiz, ya'ni korrupsiya bu faqat jazo tariqasida qaralmasligi kerak. Buni asl ildizi o'zimizning qonunchiligimizni bilmaslik birinchi o'rinda. Korrupsiya ildizlarida birinchi masala halollik, ya'ni inson o'z manfaatini ko'pincha jamiyat manfaatidan ustun qo'yib korrupsiyaga yo'l qo'yishi. Hozirgi o'sib kelayotgan yoshlarimizga halollik, vijdon mas'uliyatidan qarama-qarshi bo'lishda, halollik immuniteti shiori ostida ta'lim berilishini kuchaytirish kerak deganda. Keyin jamoatchilik nazorati, ya'ni bu yerda fuqarolar, ommaviy axborot vositalari misol keltirsak samarali bo'ladi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Albatta yuqorida to'g'ri ta'kidlab o'tdilar hamkasblaringiz, ya'ni inson omilini kamaytirgan holda ish samaradorligini oshirish korrupsiya holatlarining ham oldini olishga xizmat qilishi aytib o'tildi. Bu haqida fikringiz qanday, Suhrob Said Ahmadovich? Korrupsiyaga qarshi kurashdagi subyektlardan boshlasak, mana shu 419-sonli qonunning 7-moddasida o'sha korrupsiya subyektlari belgilab o'tilgan. Bunda birinchisi O'zbekiston Respublikasi prezidenti, ikkinchisi Oliy Majlis, Vazirlar Mahkamasi, huquqni muhofaza qiladigan organlar, korrupsiyaga qarshi kurash agentligi va fuqarolik jamiyati institutlari belgilab o'tilgan. Buni men nima uchun aytdim? Aytganim, birinchi o'rinda ham prezidentimiz ta'kidlab o'tilgan, respublika prezidenti deyilgan. Hech kimga sir emas, prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlar mana televideniya orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali barcha fuqarolar kuzatib boryapti. Nafaqat O'zbekistonda, butun dunyo nazarida turibdi prezidentimiz olib borayotgan islohotlari. Faqat nima? O'sha korrupsiyadan xoli qilish, ertangi yoshlarimizga shunday bir jamiyat qoldirish kerakki, rivojlangan davlat qoldirish niyatida islohotlar olib boryapti. Bunda nechta davlatlar, rivojlangan davlatlar bilan tinimsiz uchrashuvlar, diplomatik o'sha tashriflar hammasi amalga oshirilyapti. Buni hammasini tagida, zaminida bitta narsa turibdi. Davlatni korrupsiyadan xoli qilib, ertaga rivojlangan bir yosh avlod uchun yaxshi davlat qoldirish. Agar hammamiz birgalikda bo'lsak, birgalikda kurashilsa, xoli qilinsa, maqsadlarga erishamiz degan niyatdaman, umiddaman. Albatta bunda keng jamoatchilikning, teletomoshabinlarimizning, ham ota-onalarning, maktab o'qituvchilarining, keng jamoatchilikning hissasi bo'lsa, mazkur illatga qarshi kurashishda, umuman aytganda, buning ildiziga bolta urish natijasiga erishish mumkin. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Vohid Rahmonberdiyevich, bilamizki, korrupsiya deganda o'z mansab vakolatini suiiste'mol qilish tushuniladi. Shu ma'noda aytganda, davlat boshqaruvida ochiqlik va shaffoflik korrupsiya holatlarini oldini olishga qanchalik muhim rol o'ynaydi? Bu borada qonuniy mexanizmlar yaratilgan, davlat organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Mana shu qonun bilan har bitta davlat organiga ma'lum bir vazifalar, ma'lum bir qilinishi kerak bo'lgan ishlar tizimlashtirib yuklatilgan, majburiyatlar. Shulardan birini aytib o'tadigan bo'lsak, davlat boshqaruvida ochiqlik, shaffoflikni ta'minlash bo'yicha yashirin qarorlar, sirli jarayonlar va fuqarolar uchun yopiq tizimlarni kamaytirib borish birinchi vazifalardan bittasi sifatida ko'rsatilgan. Bundan tashqari, demak, ma'lum bir davlat organlari bir chorakda, oy yakunida, yarim yillikda, yil yakunida, demak,
matbuotga, xalq deputatlari, viloyat kengashlari, shahar tuman kengashlari, oliy majlisga vazirlar darajasida, idoralar darajasida demak hisobotlar berish, axborotlar, ma'lumotlar taqdim etish jarayoni ham yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari davlat organlari o'ziga kelib tushayotgan har bitta murojaatlar bo'yicha ham har oy yakuni bilan o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida kelib tushayotgan murojaatlar qanday mazmunda, nechtasi qaysi ma'noda hal bo'ldi, nechtasi qanoatlantirildi, nechtasi qisman qanoatlantirildi, qanchasi rad etildi, qanchasi boshqa bir vakolatli organlarga yuborildi. Bular haqida ham o'zini ijtimoiy sahifalarida ma'lumotlar berib borish kerak. Davlat organlariga eng asosiy korrupsiyani oldini oladigan mexanizmlardan bittasi demak halol bo'lgan, vijdonli bo'lgan kadrlarni tanlash masalasi. Shu jarayonda ham yuqorida aytib o'tildi, Argus tizimi mavjud. Argus tizimi orqali ochiq, shaffof tanlov yo'lga qo'yilgan, elektronlashgan. Buning hammasi mana shu korrupsiyadan xoli jamiyatni rivojlantirish, shakllantirish, korrupsiyaning salmog'ini jamiyatda kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar. Mana shu jarayonda davlat organlari, boshqaruv organlarining ochiqligi to'g'risidagi qonun juda muhim ahamiyatga ega va shu qonun doirasida har bitta davlat organining, har bitta davlat tashkilotining o'ziga yuklatilgan vazifalar mavjud. Bu yerda ko'rsatilgan chora-tadbirlar bor. Ana shularni o'zini ko'rsatilgan rejasi bo'yicha, vaqti bo'yicha berib boradi va buni o'z navbatida monitoring qilib borish kerak bo'lgan vakolatli davlat organlari ham bor. Ular ham monitoring qilib, kuzatib, qaysidir shaffoflik to'g'risidagi qoidalarni, talablarni bajarmayotgan davlat organi bo'ladi bo'lsa, shu davlat organiga nisbatan ta'sir choralarini ham ko'rib boradi. Va o'z navbatida yil o'tgan sayin, kun o'tgan sayin bu korrupsion holatlar o'z-o'zidan tabiiy ravishda mana shu choralar natijasida kamayib boradi. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Yuqorida bejizga biz korrupsiyani faqat huquqiy muammo emas, balki ijtimoiy muammo sifatida baholamadik. Sababiki bu qaysidir sohada korrupsiya jinoyat kuzatilyaptimi, qaysidir sohada yo'nalishda korrupsiya bormi, o'sha yo'nalishda taraqqiyot bo'lmaydi, rivojlanish bo'lmaydi. Bu o'z-o'zidan mamlakat, jamiyat taraqqiyotiga, kelajagiga salbiy putur yetkazadi. Bugungi ko'rsatuvimizda ishtirokingiz, bergan ma'lumotlaringiz, savollarimizga javoblaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kelgusi faoliyatlaringizga muvaffaqiyatlar tilagan holda bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Aziz teletomoshabinlar, shu bilan biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.